Keyingi masalamiz 36-si. Mana shu uchburchakda yuzasi kerak ekan. Kimga qanday fikrlar bor, marhamat? Nima qilsak bo'ladi? Nima qilish mumkin? Shunimi? Xo'p. Kichkina uchburchak nima qilish kerak? Uchinchi tarafini topa olamizmi? Maqsad? Yo, uzoqlashib ketamiz undayman. Chiqadi, to'g'ri. Chiqadi boshqa. Nima deydi? Kichkina uchburchakda Pifagorga qo'yib, pastdagini topib keyin shu tursham sin safga qo'ysa bo'lar ekan. Ha, shu tursham sin safga. Sin topgandan keyin bog'laymiz-a, to'g'rimi? Mayli, to'g'ri aytilyapti shu fikr. Mana misol uchun buni alfa deydigan bo'lsak, qarang, bu alfa bo'ladigan bo'lsa, endi uchburchakda ichki burchaklar yig'indisi necha gradusga tengdi? 180 gradusga teng. Xo'p, bu alfa, bu 90. Buni misol uchun beta deyishimiz mumkin-a? O'sha alfa qo'shilgan betamiz necha gradusda? 90 gradus chiqadi, to'g'rimi? Mana shu ikkasi 90 bo'lsa, bu 90 bilan 180 bo'ladi. Endi xo'p, bu yoqda alfa bor. Bu yoqda alfa bor. Bu alfangiz bu yoqqa o'tib ketagan. Mana bu yoqqa o'tib ketagan. Mana qarang, bu alfa bu yoqqa o'tib ketagan. Bu alfa bo'lsa, bu nima bo'ladi? Beta bo'ladi. Mana. Endi haqiqatan o'shanga ko'ra ishlasak bo'ladi. Demak, sinus alfa nimaga teng bo'ladi? Qarshidagi katet 3/9. Qisqarib ketsa 1/3 bo'ladi. Xuddi o'sha narsani bu yoqqa ham ishlatamiz. Mana bu yoqda ham. Sinus alfamiz. Mana bu yoqdan sinus alfamiz nimaga tengdi? Qarshidagi katet, mana bu joy nimada? X. To'g'ri, mana shu joy X. X taqsim nima bo'ladi? 24 bo'ladi. Gipotenuza 24 bo'ladi. Lekin shu x taqsim 24 nimaga tengdi? 1/3 ga teng, to'g'ri. Proporsiya qilaveramiz. 3 ta x teng bo'ladi 24 ga, x qiymati 8 chiqadi. Bu 8 chiqdi. Hop, 8 chiqdi. Endi nima qilish kerak? Pifagor. Sabab mana bu joyini topa olish kerak. H balandlikni topa olish kerak. H kvadrat qo'shilgan 8 ning kvadrati teng gipotenuza 24 kvadrati. Keyin siz bu yoqdan h topa olasiz. Qarang, h topa olganingizdan keyin u juda ham oson bo'lib qoladi. Uchburchakning yuzasi 1/2 x bilan nimani ko'paytmasi? H ni ko'paytmasi. X qiymati bu 8. Bambu Pifagordan nimada h kelib chiqadi. Tushunarli bo'ldi? Osongina. Qiyin emas. Alfa bo'lsa bu alfa bo'lar ekan. Beta bo'lsa bu beta. Almashuvchi. Hop. Mayli, kitoblaringizga tez qoralab qo'ysangiz bo'ladi. Mana shu qilib borar ekanmiz deb. 37-masala o'xshash. 37-masalaga faqat kosinus orqali bormaysizlar-da. Qarang, nariga AS ni topib olish kerak. Qarab boring. 37-masalaga AS ni topib olish kerak. AS ni topish uchun nima qilish kerak bo'ladi? Yo'q. AS ni topish uchun Pifagor teoremasi, to'g'rimi? Pifagor teoremasi orqali AS ni topib olasiz va shuni biroz og'ziga ketmasin. Hop, h topa olamizmi? Qarang. Topa olamizmi? H topa olamiz. Bo'ldi. Pifagor teoremasidan h kelib chiqadi, eslab qoling. Agar mana bu joy alfa bo'ladigan bo'lsa, bizga mana bu joy nima bo'ladi? Alfa bo'ladi. Xo'p, keyin sinus alfa nimaga tengdi? H taqsim 25. Lekin siz h topa olasiz, bu aytganimdek. H topa olasiz.
8 taqsim 25. Bu yoqdagi misol uchun bu A bo'ladigan bo'lsa, sinus alfa s nimaga teng bo'ladi? Yo'q, A taqsim bo'lmaydi ekan. Ana xulosing bo'ladi. 15 taqsim 25 deb. Xullas 3 taqsim 5 da 4x ga ana xulosing bo'ladi. Ha. Shunday. yoki tangens orqali bog'lasakchi. Tangens orqali bog'lasak. Mana shuni tangensi nima bo'ladi? Shuni tangensi h taqsim 15 bo'ladi, to'g'rimi? Buni tangensichi? Tangens alfa a taqsim 4 bo'ladi. Bu h topib olasiz, to'g'rimi? H 90 ga topib olganingizdan keyin h o'rniga nimadir qiymat bo'ladi. Bu ikkalasini tenglashtirib olish kerak. Mana tenglashtirib olamiz. Keyin buni proporsiya qilasiz va a ni nima qilasiz? Topib olasiz. Mana a kelib chiqadi. Keyin nima topib olish mumkin? A kelib 100 ni. Qaysi 100 ni? Mana shunda, to'g'rimi? A kelib chiqqandan keyin bo'ladi. Bu 4 bilan a ni ko'paytirib, nima qilish kerak? 2 ga bo'lib qo'yish kerak. Shunchaki tangenslarni tenglashtirish orqali chiqar ekan. Eslab qoling. Tangens mana bu alfa qildi. Buni lekin topib oldingiz. Mana buni topib olishingiz kerak. Pifagor teoremasi orqali birinchi h kvadrat qo'shilgan 15 ni kvadrat teng 25 ni kvadrat qilib h topib olasiz. Tushunarli? Nech chiqdi? 20. Mayli, o'sha 20 sonini mana bu yerga qo'yish kerak ekan. Ya'ni alfa 20 taqsim 15 teng bo'lar ekan boshqa tangens alfaga. Ya'ni a taqsim 4 ga. Ikkalasini tenglashtirib, so'ngra keyin a ni topib olib, keyin 100 ni topib olishingiz kerak ekan. A teng 3 ekan ana. Demak, 100 necha? 6. Ha, mayli. Bitta o'ylanayotgan misol ham kerak-ku baribir. Adashib qolsangiz so'raysiz. 38-masala. Buni ikkita yo'nalish asosida ishlasangiz bo'ladi, hozirgi masalani. Xohlasangiz bitta burchakni topib olishingiz mumkin. Chunki 3 ta tomon berilgandan keyin, kosinuslar teoremasiga qo'yish kerakda, kosinusini topib olish mumkin. Hozir uni ham qilib ko'ramiz ekan. Keyin kosinusni topgandan keyin siz kosinus orqali sinusga o'tasiz. Sinusni topgandan keyin, masalan, mana shu burchak haqida gap ketyapti. Birinchi kosinus topish kerak ekan. Kosinus orqali sinusga o'tish kerak ekan. Sinus kelib chiqqandan keyin 1 taqsim 2 8 10 va orasidagi burchak sinus. Tushunarli? Qaytaraman. Kosinuslar teoremasi orqali shu burchak, o'sha burchakda keyin sinusi va to'g'ridan-to'g'ri shu burchak yuzasi. Bu yo'l esda chiqmasin. Yoki oddiygina Geron formulasi. Ya'ni 3 ta tomon bor. Geron formulasida yarim perimetr topilishi kerak. Yarim perimetr. Bularning hammasining yig'indisini yarmi deganda 8, 10, 12 larning yarmi. 30 taqsim 2 mi? 15. Endi Geron formulasi yarim perimetrda olasanda degan katta ildiz ostiga o'sha yarim perimetrda va yarim perimetrda har bitta tomonni ayirib, ko'paytirib ildiz ostida olasan degan. Mana shu formulasi bor. Uchburchak yuzasi. Perimetr, yarim perimetr. 15. Bir yo'la qo'yib ketaylik. 15 dan 15 minus 8 ne chiqadi? 7. 15 minus 12. 3. 15 minus 10. 5. Xo'p, ana endi bu yog'i nima qildinglar? 15 ta bo'lakladinglarmi? Tushunmadim. Ha, to'g'ri. Qaranglar. Mana bu 3 bilan 5 ni ko'paytmasi 15. Ikkita 15 bo'lib qoldi-ku. Mana bu 15, bu 15. Ikkita 15 dan bitta 15 chiqib ketadi-da, ichkariga nimada 7 qolib ketadi. Mana bo'ldi, javob shu. Hisob qolingizda biz endi boyagi biroz qiyinroq yo'l bilan ishlab ko'ramiz endi.
Bu hozir Giron formulasi bilan bitta chiqar ekan. Giron formulasi birinchi tartibda yarim perimetr ekan, ikkinchi tartibda esa to'g'ridan to'g'ri mana shu ildiz ekan. Xo'p. Ikkita uchta yo'llar bilib qo'yish zarar qilmaydi. Demak, bizlar uchun mana bu burchak alfa. Mana shu burchak nimasini topishimiz kerak? Kosinuslar teoremasi orqali kosinus alfasini topishimiz kerak bo'ladi. 12 ning kvadrati mana qarshisi 12 bu. Qolgan tomonlarning kvadrati 8 kvadrat 10 kvadrat minusdan 2 formulada bor, to'g'rimi? 8 10 kosinus alfa. 144 64 100 bular ko'paytmas necha? 160 degan kosinus alfa. Mana bular hammasini bu yoqqa o'tkazamiz. 160 kosinus alfa teng qo'shsak va ayirsak. Qo'shib ayirsak necha? 20 mi? 20. Kosinus alfaning qiymati 20 taqsim 160, ya'ni 1 taqsim 8. Mana kosinus alfani topdik. Endi bizga nima kerak edi? Uchburchak yuzasini topish uchun sinus alfa kerak. Bittagan to'g'ri burchak uchburchak. Hali trigonometriya ham o'tganimiz yo'q siz bilan. Xo'p, qars yopishgan katetda nimaga nisbat edi? Gipotenuzaga nisbat edi. Mana bu 1, bu 8. Buni nima qilib topasiz? Pifagor teoremasi. H kvadrat qo'shilgan 1 kvadrat 8 kvadrat. H kvadrat qo'shilgan 1 teng 64. H kvadrat teng 63. H teng ildiz ostida 63. Demak, endi mana shu burchakda sinusi kerak sizga. Sinus alfa qarshisidagi H da 8 ga nisbati, ya'ni ildiz ostida 63 taqsim 8 bo'lyapti. Demak, burchakni topib oldik. Uchburchak yuzasi 1 taqsim 2 sizga 8 bor, sizga 10 bor va orasida burchak sinusi ham bor. Ildiz ostida 63 taqsim 8. 8 lar ketdi, 10 bilan 2 qisqardi. 5 ildiz ostida 63. Va 15 qani demoqchi bo'lsanglar, mana 63 da bo'laklaymiz endi. 63 degani 9 ko'paytirilgan 7 degani. 9 dan 3 chiqadi, 5 bilan ko'payib 15 ildiz ostida 7 bo'lib qoladi. Ko'rdingizlar? Mana bunday qilib bajarib bersangiz yaxshi bo'ladi. Qiyin emas ko'p ham. Davom etamiz bunaqa. Savollar bormi? Qaysi oson ekan? Birinchisimi, ikkinchisimi? Boshqa javob ham kutmadim o'zi. Hayron qoldim o'zi ikkinchisi. Qirq birinchi misolgacha Gironni qo'llaysiz bo'lmasa. Tushunarlimi? 41-misolgacha Giron formulasi bilan ishlaysiz. Xo'p, bittasi bor. Nimaga bunaqa ekan deb hayron bo'lmang. Men o'shani ko'rsatib beraman. Lekin mana shu 41-misollarda Girondan ko'ra kosinuslar teoremasi qilib, keyin sinusga o'tib, keyin uchburchak yuzasini topgansiz maqroq bo'laydimi deymanda, shu 41-misolga. Nima o'ylaysiz? Mana 41-misol. Jiddiy emas. Yana bir marta o'sha ikkinchi holatni ko'rsatib bering. Chunki nima uchun shunaqa deyapman? Sababi yarim perimetr topayotgan vaqtingiz Giron formulasiga qo'llayman deb yarim perimetr topaman degan vaqtingiz 5, 8, ildiz 41 taqsim 2 bo'ladi-ku. Mana bu joyga 13 qo'shilgan ildiz 41 taqsim 2 bo'lib qoladi. To'g'rimi? Keyin buni qo'shib bo'lmaydi yoki bo'la olmaysiz. Bo'laman desangiz ham 6.5, mana buni umuman bo'lib bo'lmaydi. Keyin mana shuni olib yurish kerak-da. Ovora bo'lib olib yurishimiz kerak bo'ladi. Tushunyapsizmi? O'shani har bittasini ishlatiladigan joyi bor. Hozirgi holat uchun ikkinchi yo'l qulayroq hisoblanadi. Demak, qarshisidagi burchak alfa. Demak, nimasini topamiz? Kosinus teoremasini. Ildiz 41 ning kvadrati, qolgan tomonlar kvadrati 5 kvadrat 8 kvadrat minusdan 2 formulada bor, to'g'rimi? 5 8
va kosinus nimada alfa. Ozgina hisob kitobdan qochmasangiz bo'ldi. 141 kvadrat 41 25 64 ko'paytmasi endi 80 bo'ldi. Bular hammasini bu yoqqa o'tkazsak, qo'shib aytsak, ham bu joyga qo'shiladi, bu yerlar. Necha bo'ladi? 89, 89 dan 40 desak necha? 48. Kosinus alfa 48 taqsim 80. 8 ga qisqartirsak 6 taqsim 10 yana qisqarar ekan. 2 3 taqsim 5. Bo'ldi. To'g'ri burchak burchak. Yopishgan katetni gipotenuza nisbati 3 5. Pifagor sollari ham hattoki. Keyingisi nimada? 4. Demak, sinus alfasi nimaga tengdi? Qarshidagi katet 4 taqsim 5 ga teng bo'ladi. Bo'ldi, oson-ku. Qo'yaverasiz keyin. Es 3 burchak yuzasi teng 1 taqsim 2 5 8 orasidagi burchak o'rniga o'sha 4 taqsim 5 keladi. 5 bilan 5 ketar ekan, mana bu ikkalasi 32 bo'lar ekan. 32 taqsim 2 16 chiqar ekan. Qiymasa ekan. Bitta kosinuslar teoremasi, kosinuslar teoremasidan keyin mana bu tahlil bo'ladi. Bu tahlildan keyin sinusini topib olgandan keyin qo'yarish kerak bo'ladi. Xo'p, tura qolsin hozircha. Keyingi masala. O'rta chiziq haqida ekan. O'rta chiziq. Uchburchakda o'rta chizig'i. Uchburchakda o'rta chizig'i yon tomonlarini, o'rtalarini tutashtiruvchi qoidasiga e'tibor bering. Yon tomonlarini, o'rtalarini tutashtiruvchi asosiga parallel va asosini yarmiga teng bo'luvchi chiziq hisoblanadi. Yon tomonlarini, o'rtalarini tutashtiruvchi asosiga parallel va asosi necha bo'lishidan qat'iy nazar o'shani yarmi hisoblanadi. Tushunarli? Bu 3 bo'ladi ekan bo'lsa, bu o'z-o'zidan necha bo'ladi? 6 bo'ladi. Yaxshi. Yon tomonlarini, o'rtalarini tutashtiruvchi. O'rtalari bu yog'i necha bo'ladi? 2, bu yog'i 4. Bo'ldi, bu yog'i işte olasiz. Nechida? 4. Mana bu joyi 8. Bu nimada? 6. Biz uchburchak yuzasini topish kerak ekan. Gerondan ketamizmi yo kosinuslar teoremasi qilaveramiz? Geroni yarim perimetrni topish kerak bunaqada. 6 4 8. 6 4 8 taqsim 2. Necha bo'ladi? 9. Uchburchak yuzasi 9 ko'paytirilgan. 9 dan 6 ni ayirasiz. 3 9 dan 4 ni ayirasiz. 5 9 dan 8 ayiramiz. 1. Xo'p, 9 dan chiqar ekan 3 chiqadi. Ichkariga qolib ketadi mana bular. 15. Bo'ldi. Matnli masalalariga katetni degan bo'lsa, o'sha ikkita katetni ko'paytirib 2 ga bo'lish kerak. Qarab chiqaylik ham, biroz qiyinroqlar bor ekan.